2018 ikkinchi pozitsiya 153 ming yurgan. 2018 148 ming kilometr bosib o'tgan, ikkinchi pozitsiya kirat 2020 69 ming kilometr bosib o'tgan. 216 ming kilometr bosib o'tgan 2016. Naqdga 5,5 ming dollar deyapmiz. 5,5 ming kami bor naqd pulga. 2017 ga 18 103 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Xo'p, 2017 100 ming kilometr bosib o'tgan, 500 dollarga shumka bo'lgan ekan. 117 ming yurgan 2022. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Nexus 3 lardan syomka qildik. Har xillaridan borib video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'p, 2018 dan boshladik. Mexanika ikkinchi pozitsiya. Pakalina gaz. Xo'p, 4-pakalina propanmi? Yo'q, metan. Yurgani qancha dedingiz? 150. Xo'p, 150 ming kilometr bosib o'tgan. Assalomu alaykum. Hormanglar. 153 ming kilometr bosib o'tgan. Ikkinchi pozitsiyada mexanika, kovrik bor, linoleum qilmagan, chexollar yaxshi holatda. Orqa salonlari. Bo'ldi, ochildi aka. Bagaj holatlari 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni yo'q ekan, yo bormi? Bor, zapaskasi. Bo'ldi, Berilar. Xo'p. 2018 ikkinchi pozitsiya 153 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. 100% toza. Petnoy ham yo'q, ha? Nech pul narxi? Narxi 8200 deyapmiz. 8200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Bermaganim bo'ldi. Nech pul bo'ldi? 77 ga bermadim. 7700 dollarga. Bitta nasiyasi bor edi uni. Xo'p. Endi variant unaqalar bo'lsa ham kelishilaveradi, jicha-picha yetmaganiga. Yetmay qolganiga kelishlar. Masalan 5000 6000 puli bolalar bo'ladi-ku, o'shanaqalarga ham qilib beraveramiz. Bo'ldi. 1,5 ming yetmay qolsa, Ha, qilib beraveramiz. 2000 gacha kelishib turaverasiz o'zingiz. Hujjatlari-chi generalni ham bo'ladi? Hujjatlari generalni beramiz aka. Xohlaganda dokument qilib beradi, o'tkazsa, gendsa gen. Telefon raqamingiz? 99 99lik 481 481 1090. 1094 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 5 ariqli mashinasi, 5 ariq qoramollarni. O'tgan 5 ariqli mashinasi ekan. Navbatdagi Nexus 3'imiz ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, mexanika so'raganlarga. Xo'p, yurgani qancha bumi? 148 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, ABS konditsioner gazlari bor. Motor ходовой korobkalari yaxshimi? Yo'q o'zi. Ishi yo'q, xudo xolasa. Balonlari yangi. Transporti yo'q. Xo'p, ruxsatnomasi bormi, tugadimi aka? Yetdimi? Rol qo'yilgan ekan, chexollari yangi linoleum qilingan. Ruxsatnomasi bormi, tugab qoldimi bu? Yo'q, Bo'l, tugadi ruxsatnomasi. Buni ham ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapmiz, chunki 2 million so'mdan oshiqroq turadi. O'zingizlar bilasizlar. Xo'p, 90 talik temir metan gaz, zapas baloni bor, pol holatlari. Zavod holatida. 2018 148 ming kilometr bosib o'tgan, ikkinchi pozitsiya. Kraskasi qanaqa? Bitta eshikda petno. Xo'p, Arqa bagajda. xo'p. Arqa bagaj to'liq sepilgan, bitta eshikda petno bor. Nech pul bu narxi aka? 7000 dan o'tib beramiz. 7000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka, bir yaqinroq? Savdo qilgan yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi aka? Barter bor, bank qilib beraveramiz. Bo'ldi, o'zaro nasiya savdo yo'q, qolgan hamma yo'li kelishilaveradi. Hujjatlari generalniy bo'ladimi? Bo'ladi, hammadan. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz? 93lik 572 572 35 35. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2018 148 ming kilometr bosib o'tgan, bitta detal to'liq sepilgan ekan, bitta detalda petnosi bor. 7000 dollardan o'tib berar ekan akamiz. Xo'p azizlar, yili eskiroq mexanika so'raganlarga birinchi chiqqan Nexus 3 lardan 2016. Xo'p, abisovkalarni ko'ringlar. Yurgani qancha? 214 ming. 214 ming kilometr bosib o'tgan. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Hamma yog'i bor, ishlaydi. Hamma yo'q bor, işte qo'yavering aka. Buni ekonomizerlari ham bor ekan. Ходовой korobkalari yaxshimi? Chotki balonlari diskga qo'yilgan ekan. Shumka bor ekan mashinada. Ruxsatnoma bormi, tugadimi?
tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Deflektor qo'yilgan, rol qo'yilgan, video registrator qo'yilgan, chexollari yaxshi holatda, kovri bor, linoleum qilinmagan. Avtomatimi? Yo'q, vodiy bozor aka. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. 90 talik temir metan gaz, zapas baloni bor, pol holati ham, shumka. Xo'p, 216 ming kilometr bosib o'tgan 2016. Ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bitta eshigida. Bitta eshigida bor xolos. Qolgan joyi 100% toza. Oldilar bo'yigacha o'ziniki. Radnoy holatda. Radnoy holatda. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, xo'p. Eng qizig'i nech pul aka? Puli 7300 dan tushib beramiz. 7300 dan kamini qilib berasiz. Beramiz. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Har xil qilishdi. Endi bizlar hisoblab. Xo'p bo'ladi. Nasiya barter yo'llari-chi bu? Kelishaveramiz. Kelishiladi. Nasiya savdoga ham qilib beraverasizmi? Uzoq muddatga emas. Qisqaroq muddatga nasiya imkoniyati bor. Yetmay qolgan summasini yoki kelishilgan holatda. Kelishdi. Hujjatlari generalniy bo'lmaydi-mi bu yo'q? Bo'ladi. Bo'laveradimi? Toshkent partiyada ham generalniy bo'laveradi. Telefon raqamingiz. Bo'ydagini bo'laveradi. Bo'ldi, telefon raqamingiz. 33lik 33 kodi bilan 803 803 50 25. 50 25 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 803 50 25. 2017 navbatdagi Nexus 3'imiz 100 ming kilometr bosib o'tgan ekan. 2 mexanika. 2 mexanika. Gazi bormi? Gazlari bor. ABS bor, konditsionerlari bor. Aka, motor ходовой korobkasi? Zo'r. Rasxoti yo'qmi? Yo'q. Balonlari yaxshi holatda, rasxoti yo'q mashinani. Xo'p, salon holatlari. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Ichki holatlarini ko'ringlar. Xo'p. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan mana. 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2017 100 ming kilometr bosib o'tgan, kraska 100% toza. Nech pul bu narxi aka? Bugun 72-73 chiqildi hozir. 7300 gacha pul ko'rdi. Qo'shganga barakami aka, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Nasiya barter yo'llari-chi? Barter yangroq devo bo'lsa barter qilaveramiz. Nasiya chiqmaydimi? Nasiyaga Hujjatlari-chi? Generalniy bo'ladimi? Bo'ldi. Shu nomerga yursa bo'laveradi. Telefon raqamingiz 97lik 97lik 555 555 60 60 86 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2017 100 ming kilometr bosib o'tgan, kraskasi mutlaqo top toza. ko'plar. 2020 navbatdagi Nexus 3'imiz oqidan ikkinchi pozitsiyada mexanika mashina. Yurgani qancha? 117 ming yurgan. Xo'p, 117 ming kilometr bosib o'tgan, 4-paketli gazlari bilan ABS bor, konditsionerlari bor. 4-paketli propan gaz. Ходовой korobkalari Toza, mexanika ishi yo'q ham mashina. yo'q. Oladimi ilad nasib? Nima qilingan? Shumka qilingan ekan. Ha, full shumka bo'lgan. Xo'p, Oldi Mers kapotdan rol qo'yilgan, deflektor qo'yilgan, chexollari yaxshi holatda, kovrilari bor, linoleum qilinmagan. Mashina ikkinchi pozitsiya. Salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilibdi. Xo'p. Buni 48 talik 4-paketli tabletka propan gazi bor ekan. Yurgani qancha edi? 117 ming. 117 ming kilometr bosib o'tgan. Full shumka bo'lgan. 500 dollarga shumka bo'lgan ekan. 117 ming yurgan, 2020 ikkinchi pozitsiya. Qanotigacha shumka Ha, bo'lgan. podkrinliklar hammasi shumka bo'lgan. Qanotlar hammasi shumka bo'lgan. Kraska bitta o'sha nariga nus qanotida petno o'sha. nariga qarish. qanotda, shu qanot narigisida boshqa joyi toza. ozgina petno bor ekan. Qolgan joyi 100% toza. Nech pul bu narxi aka? Aka 8,5 ming baho aytyapsiz. 8,5 ming aytyapsiz. Agar sizlar kanallaringdan obunachilaring telefon qilishsa, yana ham tushib beramiz. Xo'p bo'ladi. Nasiya barter yo'llari-chi? Barter bor, nasiya qilamiz, boshidagi summasiga qarab turib, Bo'ladi. bank bilan ish qilmaymiz. Bo'laveradi. Oldindan kamida nech pul bo'lsa nasiya qilib berasizlar. 4 ming bilan nasiya qilib beramiz. Telefon raqamingiz 93 93lik 633 633 00 0033 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 4000 dollarga o'zaro nasiya savdo ham chiqarar ekan. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib akamizdan olaverasizlar. 2020 navbatdagi Nexus 3'imiz oqidan mexanika ishqibozlar uchun. Buni yurgani qancha edi aka? 69 ming kilometr bosib o'tgan. Metan o'rnatilmagan ekan, ABS bor, konditsionerlari bor. Mashina ikkinchi pozitsiya.
balonlari yaxshi bo'ladi. Orqani ko'rsatmay qo'yamiz. Odam qilyapti ekan. Xo'p. Zapas balon dam kiradi kulch. Pollari zavod holatda. Yurgani ozin so'raganlarga 2020 69 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi qanaqa buni? Petnochasi bor o'sha. Nechta? Bir dona. Bitta. Toza. Nech pul narxi aka? 82 dan ozga o'tib beramiz. 8200 ozgina kami bor. Generalni ham bo'laveradi, barter ham bo'laveradi, bank ham bo'laveradi. O'ynaveramiz bunga. Hamma yo'li bor. Hamma yo'li bor. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 344 36 3644. Aloqaga chiqaverasizlar. 2020 ikkinchi paytida 69 ming kilometr bosib o'tgan. 2017 ga 18 navbatdagi Nexus 3imiz oqidan. Yurgani qancha buni aka? 103 ming. Xo'p, 103 ming yuribdi. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Ekonomizerlari bor. Xo'p. Motor hadovoy korobka? Hamma yo'g'i yaxshi. Hamma yo'g'i yaxshi, balonlari yaxshi holatda. Shumka bormi yo'qmi? Ko'rilishi shumka. Kovri bor, linonin qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Ichki holatlarni ko'ringlar. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. Gazi 90 talik temir metan. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 2017 ga 18 103 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Krasketda zamon. Kimkasi kichkina petno. Bo'ldi. Mashta kichkina petno, ikki o'yin tomon qani. Ikkita detalda kichkinadan petnosi bor. Nech pul bu narxi aka? 7400. 7400 kami bor. Jichcha kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi aka? 7ga bermadik. Qo'shganga berasiz. Jichcha o'zsa beramiz. 7000 dollargacha pul ko'ribdi azizlar, shunga qarab hisobinglarni olaverasizlar. Xo'p, Nasiya barter qanaqa yo'llari bor aka? Bu o'ziga o'xshagan X3 bo'lsa barterga beramiz. Keyin bankka nima qilib beramiz? Bir oy ajdani qilib berilaveradi. Bo'ldi, bir oygacha kutib turilaveradi. Generalni bo'ladimi, bo'lmaydimi? Generalni bo'lmaydi. 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 Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 305 305 3322. 3322 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2017 ga 18 103 ming kilometr bosib o'tgan. 2018 navbatdagi Nexus 3imiz qaymoq rangidan ekan. Yurgani qancha buni? 400 ming? 400 ming kilometr bosib o'tibdi. Ikki paysi. Motor rasotimi? ABS bor, konditsionerlari bor. Ikkinchi paysi ham bu. Ikkinchi paysi. Hadovoy korobkalari qanaqa? Zo'r, hamma Salon holatlari. Bu propan metanmi? Bu stakalina metan. Metan. Ichki holatlarni ko'ringlar. Tayyor banki ham bor. Bo'ldi, hozir so'rab ketaman. $1000 berganga shunday bankga tayyor ketadi. 90 talik temir 4-paketli metan. Bu kolonka ham qo'yilgan ekan, bilish. Xo'p, qolami? Bo'ldi, unisini olib qolingan. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 30%. 30% bor. Oldi qanotlar, orqa qanotlar bor. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, ulangan joyi yo'q. Bo'ldi, nech pul buni narxi aka? Narxi naqdga $5,500 deyapmiz. 5,5 ming kami bor naqd pulga. $100 o'tib beramiz. Sizni shu obunachilaringizga. Buni bankchi. Banki $1000 bergan odamga shunday kirib ketaveradi. 60 million banki bor. Bu necha yilga u? 4 yilga olingan. Endi imkon qadar vaqt to'lashingiz. Nech puldan tushyapti? 3,8 ga tushgan. Bir xildan. Yo'q, pastga tushib ketadi. 1,2 milliongacha. Xo'p, 4 yilga olingan. Ha, bu past. Qanchadir to'landi, necha oydir? Ha, 4 oy to'lab qo'ydi. Bo'ldi, bo'ldi, aka, shart emas, ko'rsatmay qo'yavering. 4 oy to'langan. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90 055 055 055 0587. 0587 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar azizlar.